Xitoydan klubnika shokoladi zakaz qildim desam, ishonasizlarmi? Kelinglar Xitoydan zakaz qilgan tovarlarimni raspakovkasini birgalikda qilamiz. Birinchi tovarim qizim uchun blender zakaz qilganman. Qizimga qo'shimcha ovqatlar qilib beraman. O'shani pyure qilish uchun menga juda ham asqotyapti. Sifatiga prosta gap bo'lishi mumkin emas qizajonlar. Bunda go'shtlarni ham bemalol maydalasanglar bo'ladi. Ikkinchi tovarim ham qizim uchun shunaqa silikonli idish zakaz qildim. Sifatiga prosta gap bo'lishi mumkin emas. Rangini, chiroyliligini qaranglar. iPhone 17 ni eslatib yubordim. Men faqat idishni o'zini kargosi bilan 30 mingga zakaz qildim, lekin qoshiqchalarini podarkaga qo'shib berib yuborishdi. Keyingi raspakovkamizda klubnika shokoladi, bittasi maychaligi, bittasi atirgulli ekan. Ichidagi klubnikasi quritilgan ekan, lekin ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p kargochilar yeydigan narsalarni, kosmetika, suyuqli narsalarni olib kelib berishmaydi, lekin mana Xitoy kursimda o'qisanglar, mana shunaqa narsalarni sifatli darajada olib kelishni va sifatli kargochilar bilan ishlashni o'rgataman. Xitoy kursimga yozilish uchun mana shu nomerlarda Telegram bor. Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Keyingi raspakovkamizda narsa hamma bolajonlarimiz uchun kerakli bo'ladigan pechenkimiz. Bolalarni tish chiqqanda milki qichiydi. Shu milkini qichitish uchun kerakli bo'ladigan pechenkimiz o'zim qizimga 3 oylikdan berganman. 4-oyligida tish chiqishni boshlagan. Ko'pchiliklarning talabiga binoan sotuvga ham olib kelganman. Kimga kerak bo'lsa, mana shu nomerimda Telegram bor. Zakazlarni Telegramdan qabul qilaman. Bu haqida podrobniy ma'lumotlarni ham Telegramdan sizlarga taqdim etaman. Mana raspakovka videoyim ham tugadi. Yoqqan bo'lsa like bosib ketishni unutmang.